Kampiri oldi bo'ydoqchol, Zaynab kelin tur yo'qol. Bugun ham sharmanda qilib qo'ymagin. Rohatoy! Shu oxirgi paytlar dadam ham jan oshirib yubordida. Bittasini o'ldirib uspet qilmasimdan ikkinchisi paydo bo'lganigacha. Alo oyijon, bularni qanaqa qilib yo'q qilsam bo'ladi? Kundan kunga tarakinga o'xshab ko'payib ketyapti. Aynangda itta ishlat. Ha, endi bildim nima qilishdi. Lochingam meni toping. Ha, yoshlar. Bir-birlaringni topolmay qoldilaringizmi, dadajon? Sizchi qaynashga? Kecha bo'lib bugun likillashingizga o'laymi? Dadajon, xonangizga kirib turing. Biz qaynashga bilan o'ylanib borqa qilishimiz kerak. Bu onangnemgirlar hamma joyda xalaqit berib yashashga qo'ymaydi. Ha dada, qayerga? Barbekü burger olib keldim. Siz yoqtirgan nuggets bilan stripsam bor. Barbekü burger, baqayur uyda qilmaymiz. Ana endi ikkita 5 panetga bir-biriga panetka beryapti. Ke, ular tek qo'y ke. Ha, bo'l, xo'p. Qaynashga chaqon ishlang. Ishlayapman-ku. Onangnemgir mana shu barbekü burger strips bilan nuggetsni yoratdi. Kampirimga ilindim. Nejniyam? Oyijon, men o'zim qilaman. Ya onangnemgir, o'zingni qaynaysa oldingmi? Meni kampirimda alohida oshxonaga olib kirib big'illatib ishlatyapsanmi? Oppog'oyim o'zimda, nejniyim o'zimda. Tem bo'ylik bunga hozir og'ir ko'tarish mumkin emas. Normal kelin-ku 40 kun chilla saqlaydi. Meni kampirimda ettasidan ishga solib qo'yibsan, oppog'oyim o'zimda e'tiborsizlik qilganimga ko'rsapalik yo'q qolay. Bugundan boshlab 40 kecha 40 kunduz Rohatoy bilan ikkovimizga asaloyi e'lon qilaman deb ketdik. Baxt sari. So'nggi modelim o'zimda. Modelim avtomat korobkam BYD o'zimda.